Poytaxtimizdagi Zakovat arenada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yilligi munosabati bilan Milliy gvardiya faxriylari, gvardiyachilar, ta'lim muassasalari kursant talaba va o'quvchilari hamda muddatli harbiy xizmatchilar o'rtasida Zakovat intellektual turniri bo'lib o'tdi. Ishtirokchilarning mantiqiy bilimlarini oshirish hamda intellektual salohiyatini yuksaltirish maqsadida tashkil etilgan turnirda 24 ta jamoa ishtirok etib, o'zlarining bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. 2 raunddan iborat bo'lgan o'yin davomida 12 tadan jami 24 ta Konstitutsiya, O'zbekiston va jahon tarixi, korrupsiya, jadidchilik kabi mavzularda savollar o'rtaga tashlandi. Jamoa a'zolari savollarga tez va to'g'ri javob berishga harakat qilishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra faxrli 3-o'ringa Qalqon, 2-o'ringa talabalardan tashkil topgan Auro jamoalari munosib ko'rilgan bo'lsa, 1-o'rinni Jamoat xavfsizligi universitetining favorit jamoasi qo'lga kiritdi. Ushbu bahslarda Milliy gvardiya harbiy qismlari muassasalari, ta'lim muassasalari, jamoalar o'z bilimlari bilan bellashdilar. Umuman olganda ushbu turnir har yil an'anaga aylangan. Bugun yoshlarni intellektual olamda jamlash, ularda demak intellektual salohiyatini yana ham oshirishga bag'ishlab har yili bo'lib o'tadi. Ayniqsa bu yilgi turnir Konstitutsiyamiz qabul qilingan sana arafasida o'tkazilishi ham qaysidir ma'noda majoziy ma'nosi bor. Bu yoshlarni birlashtirish, qomus atrofida birlashtirish. Albatta savollar huquqiy jihatdan, konstitutsiya jihatdan, dunyoviy fanlarni qamrab olgan holda amalga oshirildi. Ushbu turnirda biz har yil ishtirok etamiz. Bu yil mana ikkinchi marotaba 1-o'rinni qo'lga kiritdik. O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetining favorit jamoasi. Undan tashqari yoshlarimiz, talaba kursantlarimiz, harbiy qismlardagi jamoalar, faxriy qorovul batalyonidagi jamoalar ham faol ishtirok etdi. Sog'lom raqobat va do'stona ruhda o'tgan Zakovat intellektual turniri g'oliblari diplom, kubok va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.